Biri 65 lik kasilka, Polsha davlatidan ishlab chiqarilgan Lichiyskiy. Xo'p, buni og'irligi 330 kilogramm chiqadi. Mana birkalarni boshlayman. 330 kilogramm. Buni ichida bunlar mana buning ichida temirlari, bo'lgi egalari joylashgan. Pichog'i ham shunda ichida bo'ladi. Bunda 12 ta, jami 12 ta pichoq bo'ladi. 6 tasi qo'yiladi, 6 tasi zapasga turadi. Buni mahalla hokim yordamchilari orqali ham beriladi. Agar naqd pul bo'lmasa, to'lovsiz mahalla hokim yordamchilari orqali olsa ham bo'ladi. Xo'p, bu 65 likda temiri mana bunaqangi temiri bo'ladi. Mana bunaqa temiri shuniki. Keyin bitta kardani bo'ladi. Biz kardani ham ko'rsataman. Mana kardani. Bir dona kardan beriladi. Bir tomoni 8 talik bo'ladi, bu tomoni 8 talik, bu tomoni 6 talik bo'ladi. Va bir dona chodiri bo'ladi.